Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jalil va Muqaddas yeb turarlarmi? Ha, shu turadi. Tinchlikmidi? Bizlar bilan idoraga borishlariga to'g'ri keladi. Yo'q, menimcha adashyapsiz shekilli. Unaqa. Adasi, kim ekan? Assalomu alaykum. Siz davlat mulkini talon-taroj qilishda gumonlanyapsiz. Bizlar bilan ketishingiz to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Kinaga, yaxshimisiz? Kina, bolalaringizdan keyin qiynalib qoldingiz, siz ham ro'zg'oringizni nima qilyapsiz? Pensiya pulingiz yaxshi kelyaptimi ish qilib? Amallayapmiz, bo'ladi. Voy, sizga yaxshi taklifim bor. Uyda o'tiraverasiz, pul o'zi oqib kelaveradi. Shu orada bir borib qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Oyiga $400 nima deysiz? Bitta pasportingizni olib chiqsangiz, bankka borib kelsangiz hal. O'zim ham rosali ham qiynalib ketdim. Menga ma'qul tushdi. Sizni qiynatib qo'ymasam bo'ldi. Hozir pasportimni olib chiqaman. Bo'ling. Nega yana boshqa bankka chaqirdingiz? Har safar ham bitta bankda ishimizni bitira olmaymiz. Shuning uchun bankka almashtirib turganimiz yaxshi. Uni qo'y, bizga qiynalgan odamlar kerak. Конечно. Ana mashinada 3 ta ayol olib keldim. Ha, aytganchi. Mana pasportligi. Yaxshi. Bu lekin kam. Bizni ko'pchilik yordam berishimiz kerak. Qiynalgan ayollarni topish kerak. Harakat qilavergin. Bo'pti, men kirib ketaman, ketimdan bitta kiraversin. Mana. O'tiribsizmi hali ham tuvlaringizni boqib? Mashinani qayerdan olding? Erkin omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deysiz adasi. Omad ayol kishiga ham beriladi. Faqat ozgina kallani ishlatish kerak, bu ishlatishga berilgan. Kelganing yaxshi bo'pti o'rtoq. Ishdan vaqtliroq keldim, zerikib o'tirdim. Menga qara, adashmasam xotini qatorda oldi, bankka oldirib, erkak kishi bilan turgan ekan. Adashtirayotgan bo'lsang kerak o'rtoq. Men adashdim u. Mayli o'rtoq, charchama. Bo'pti. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Men o'zim siz bilan uchrashmoqchi edim. Ayolingiz bizada firma direktori bo'lib ishlaydi. Sizga ham shu taklif bermoqchi edim. Siz ham nomingizga bitta firma ochamiz, direktor bo'lib ishlayverasiz. Har oy $1000 oyligingiz bor. Faqat shu orada kelib qo'l qo'yib berib ketsangiz bo'ldi. Men bitta o'ylab ko'raymi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'p. Ata, pul bering. Qizim, hali oylik olganim yo'q. Oylik beraman, xo'pmi? Sizda o'zi qachon pul bo'lgan? Samira? Assalom. Mana ham xohlagan narsani olib kel, xo'p? Menga qara, nima qilasan, yosh bolani pulga o'rgatib. O'zingiz normalniy pul topmaganingizdan keyin aralashmang. Undan ko'ra men bilan birga ishlang. Qancha pul topsam ham peshona terim bilan topolmayman. Shu narsani esdan chiqazmagin. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Qancha pul topsam ham peshona terim bilan topolmayman. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi.